Atmosfera MMA kanali muxlislariga assalomu alaykum deymiz va bugun sizlarga o'rgatadigan usullarimiz raqibimiz bilan urushayotganda raqib oyoq bilan yaxshi zarbalar beradigan bo'lsa, masalan, oyog'ini ushlab oldik. Nima qilamiz? Va albatta oyog'ini ushlashgacha bo'lgan usullar, ya'ni oyog'ini qanday qilsak to'g'ri ushlaymiz. Mana shu masalalarni o'rganib chiqamiz. Rossiya va O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Birinchi o'rinda do'stlar, bu yerda o'tamiz. Qaranglar. Birinchi o'rinda oyoqni to'g'ri ushlash. Bu juda ham muhim narsa. Ko'pchilik tepgan vaqtda qo'lini qo'yadi, sekin tep mana. Sekin qo'lini qo'yadi, panjasini tiranma oladi. Yoki tepdi, mana bunday qilib ushlashga harakat qiladi. Bu noto'g'ri. To'g'ri bitsepsga tegadi yoki yuzga o'tib ketsa, bam. Bu noto'g'ri narsa. Nima qilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda qo'l kelyapti. Aylanma harakat bilan qo'l. Hop, ushlab oldik. Ko'ryapsizlar. Stoykada turibmiz, tepyapti. Aylanma harakat. Bu qo'limizning harakati. Nimaga? To'g'ridan to'g'ri zarbani olmaslik uchun. Aylantirib oyoqni pasi bilan qo'shib olamiz. Hop. Ana endi tanam qanday bo'lishi kerak? Tanam ko'pchilik o'ylaydi, zarbaga qarshi borish kerak. Zarbaga qarshi boradigan bo'lsa, buni zarbasi bilan meni zarbam bitta bo'ladida, yana ham qovurg'a qismimga, mana bu yoqqa nima deyiladi? Boshqa ana taloq, boshqa a'zolarga zarar yetkazib qo'yasizlar. Ayniqsa qovurg'a travma bo'lsa yoki ustidagi muskul travma bo'lsa, bu juda ham tuzalish qiyin bo'ladi va og'riqli bo'ladi. Shuning uchun sal olib qochamiz tanamizni. Tepdi, e'tibor qiling. Mana bu yoqdan tepkinda. Mana bu yoqqa o't. Tepkinda. Ko'ryapsizlar? Tanamni olib qochyapman. Tanamni olib qochyapman. Va tana harakatiga kelganda boshimni egmayapman. Boshimni egadigan bo'lsam, aylanma zarba boshimga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun olib qochamiz, tanani ushlab oldik. Oyoq harakatimni e'tibor qilyapsizlar. Har tepganida yonboshroqqa o'tyapman mana. Yonboshroqqa o'tyapman. Nimaga? Udarni zarbani kuchini kesish uchun. Bu narsadan kim ko'proq foydalanadi? Jon Jons ko'proq foydalanadi. Jon Jonsning janglarini ko'ringlar. Zarbadan, masalan, chap qo'l zarba beryapti, olib qochadi. Olib qochadi. Tepyapti qorniga. Qochadi zarbadan. Zarbaga qarab o'zini tutib bermaydi. Chunki insonlar ko'proq mishoklarda zarba bilan ishlaganda mishok bilasizlar joyiga turadi va mishokni kelayotgan vaqtda tepishni yaxshi ko'radi. Hech kim ketayotgan mishokni tepmaydi. Shuning uchun ham aldanib qoladi ko'p sportchilar. Shuning uchun ham aytayapman. Zarba kelyapti, qochishga. Bu chunki oyoq o'rganmagan. Qattiq tepsam. Ana endi ushladik. Oyoq zarbasi. Ushlab oldik. Nima qilsa bo'ladi? Meni o'zimni yaxshi ko'rgan usulim bor. Oyoqni tagidan patnoshka bir yiqitish. Bu yaxshi ko'raman shu usulimni ko'p ishlataman. Janglarimda ko'rgan bo'lsanglar, tepdi, hop, birdan. Birdaniga ham qochib, ham bu kutmagan vaqtda tagidan tepaman. Yoki tepasiz, yoki tortasiz. Bu o'zingizga qulay usul bilan. Endi siz qilishingiz mumkin, bu narsa ko'pchilikda birdan o'xshamaydi. Nima qilishingiz mumkin? Oyoqni ushlab oldingiz, birinchi o'ringa raqibni chalg'itish. Zarba berayotganingizda nima qiladi? Ko'pchilik yuzini yopadi. Biz nima qilishimiz mumkin? Korpusga. Korpusga, boshga va ana endi ko'pchilik xato qiladi mana shu joyda. E'tibor qarating, mana shu joyda xato qiladi. Ko'pchilik mana bunday yiqitishga harakat qiladi. Bu biladigan raqib bo'lsa, ketdi mana. Orqasiga chiqib qoladi. Ko'pchilik mana bunday holatda mana bunday qilishga harakat qiladi. Bu xato narsa. Eng yaxshi usul tepdiz, hop ushladingiz. Mayli buni qila olmasangiz, mana yelka qismi yoki bo'yin qismi yoki bosh qismini ushlab turib yetarish kerak. E'tibor qarating bunga. Tepyapti, ushladim. Bu qo'lim bilan yetaraman, gavdam bilan yetaraman. Va oyog'ini o'zimga tortaman. O'zingiz gavda bilan ozgina oldinga yetarasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ushladi, xohlasangiz mana kirib turib, biroz qilib olishingiz mumkin. Bu ham bitta foyda beradigan usullardan bittasi. Va ko'proq erkin kurashchilar ishlatadi bu narsani.
Bilasizlar, oyoqdan ushlagan, tepdi. Masalan, kurashda bilasizlar, oyog'iga kirgandan keyin, hop, oyog'iga kiradi, ko'taradida shu usulni qiladi. Biz tepgan vaqt qilamiz. Tepdi. Bunaqasiga ketmaydi, kirgani qo'ymaydi. Oyog'imizni oldinga, buni Daniel Karne ishlatgan boylarda. Oyoqni pastga bosamiz. Mana. Bu usulda ham ishlatsangiz bo'ladi. Chap oyoq, endi qarangda. O'ng oyoq bilan chap oyoqning farqi bor. Chap oyoqda umuman boshqacha harakat qilish kerak. MMA janglari va sport musobaqalarini muntazam kuzatib boradigan muxlislarimiz uchun OneX saytida siz o'zingizni sportda bo'lgan bilimlaringizni sinab ko'rishingiz mumkin va o'yinlarni va janglarni yana ham qiziqish bilan tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda har xil bonuslar va promokodlarga ega bo'lasiz. Bizda chap oyoq tepgan vaqti mana bunday o'rgatardi. Tepgan vaqti hop. Keyin ushlab olish. Nimaga? Biz agar bunday ushlaymiz desa, pechinga to'g'ri zarba kelib tegadigan bo'lsa, ya'ni jigarga. U sizni izdan chiqarishi mumkin. Lekin men baribir o'zimning usulimni yaxshi ko'raman. Chunki shunga o'rganganman. Siz o'zingiz xohlagan usulda ushlasangiz bo'ladi. Tepdi, hop, bunday ushlang. Yoki tepdi. Qaysi sizga qulay? Pastdan ushlash qulaymi yoki tepadan? Hech qachon aytganimdek, lekin tepgan vaqti mana bunday, mana o'sha sekin tepsang qo'lim og'riydi mana. Mana bunday yoki mana bunday ushlashga harakat qilmaydi. Stoyka birinchi o'rinda yopilgan, hop. Chunki bu avolasi bu hujum emas, bu avolasi bu himoya usuli. Shuning uchun ham mana shunday to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Endi bu usullari ko'p. Masalan, chap oyoq tepgan vaqti mana bunday ushlashni yaxshi ko'rishadi. Bilasizlar, Joaquin Buckleyga Inga Kasanganay degan jangchi qilaman degan vaqti bu nima qilgan? Bu oyoq bilan bam tepiga qitgan. Shuning uchun ko'pchilik ushlaydi, hop. Buni men sizlarga o'tkazib yuborish uchun ishlatgan bo'lardim. O'tkazib yubordi, tepdi, o'tkazib yubordi. Xuddi shu uchun faqat bo'l, o'tkazib yuborish uchun kerak. Boshqa narsalar ishlatadigan bo'lsangiz, zarar yetib qolishi mumkin o'zingizga. Aytaman, barmoqlarda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Oyoqni ushlaganda ko'pchilik shogirdlarim barmoqlarda xato qiladi. Tepgan vaqtda oyoq qo'lini qo'yadi. Bu faqat e'tibor qiling, faqat yonboshdan zarbaga. Bu to'g'ridan tepayotgan zarbalar bor. Masalan, mayaga, apchaga tepamiz. Mana, bunda boshqa narsalar bor. Men masalan tepdi menga. Men Bobrish bilan jangda ishlatganman bu narsani, ko'rgansizlar. Tepgan vaqti sekin ko'rsatamiz. Sekin, mana bundayroq ko'rsataylik, mana qarang. Sekin tepdi. Kelaman, qo'rasi ushladim, oyog'im bilan hop. Bu bor. Har xil elementi, masalan, aylanib qornimga tepaman degan vaqtda, mana bu zarba. Tep, qo'ringga. Mana bu zarbani. Qanday qilsa bo'ladi? Tep. Bunda juda ham muhim narsa. Agar siz bu usullarni o'xshataman desangiz, ko'proq tepdi, hop mana. Tepdi, hop mana. Mana shu usullarni ko'proq qaytarishingiz kerak. Shunda o'xshaydi. Agar siz, Bobur aka ko'rsatdi, qoringa tepgan vaqti ushlash kerak ekan deb, shu narsani qilaman desangiz o'xshamaydi. Bu narsani para bilan turib atrobotka qilish kerak. Tepadi, ushlayman, bam atrobotka. Keyin men tepaman. Ushlaydi, atrobotka. Mana bunda o'rganiladi. Do'stlar, bugungi darsimiz shunday oyoq bilan yonboshdan tepganda ushlab, yiqitish, o'sha partergacha olib borish holati. Kommentariyada yozinglar. Yana qanaqa zarbalar o'rganishni xohlaysiz? Men mana shunaqa elementlarni o'rgatishga harakat qilyapman. Nimaga? Chunki qishloqlarda, chekka-chekka joylarda bor bolalar. Jangovar usullarni o'rgangisi keladi. Lekin afsuski, ularda kelib shaharda kelib shug'ullanish imkoniyati yo'q. Yoki shaharda bo'lsa ham kelishga vaqti yoki imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa bolalar uchun marhamat hech bo'lmasa YouTubedan turib o'rganishlaringga yordam berishga harakat qilyapmiz. Kanalni kuzatib boringlar. Atmosfera sizlar bilan podpiska bo'lishingizdan chiqmasin.